Men uchun bu katta hayotimda malaka bo'lib qoldi bu o'yin. Bir yildan shu futbol o'ynamaganman. Mashg'ulot ham o'tamaganman jamoa bilan. O'sha operatsiyadan keyin suzishga borardim, gimnastikaga borardim, muolajalar qilib yurardim. Lekin jamoa bilan qanaqadir o'sha kvadrat deymiz, gruppovoy mashg'ulot bo'lmaganda. Kelib endi jamoa yig'ilganda yoki Qibraga borardim, kopto tepib turardim, lekin bunaqa yuklamalar olmaganman-da. Faqat o'sha gimnastikaga borardim, suzishga, keyin yengil yugurish edi. Bunaqa nagruzka bermaganman. Futbolga qaytishimga ham qanaqadir dalda bo'lgan o'yin, yutqizishimizga qaramasdan. Men uchun o'shandan keyin 9 yil o'ynadim-da. Menga katta maktab bo'ldi. Xohish yuqori edi. Endi 27 yoshman, 97-yil adashmasam o'ynaganmiz, o'sha sentyabrmi, oktyabr oyida. Bir yildan ortiq o'ynamagandan keyin aytayapman, 2 hafta yugurmagan, yig'gan jismoniy kuchingni yo'qotasan-da. Agar hech nima qilmasang, 100% o'yna olmaysan. Bu yerda xohish juda ham kuchli bo'lgan. Lekin endi bola bo'lganmiz-da, endi nima deydi, murabbiylikda menga juda ham asqotadi bu narsa. Jismonan tayyor bo'lish kerak-da. Jismonan. Hozirgi kunda 3 barobar. Jismoniy tayyorgarlik ko'p narsani hal qilyapti-da. O'shaning uchun ham o'zim uyalganman, aytaman, bu narsa maydonga chiqqanman, yordam bermoqchi bo'lganman, xohish juda ham kuchli, o'ynash kuchli bo'lgan. Turikov doktorimiz bo'lardi, Alekseyevga o'sha o'yinga chiqishdan oldin dori bergan, nimadir, anaqa qilib qolmay deganman-da. Qanaqadir tabletka ichganman, o'yinga chiqqanman, xayolimda 45 minut uchyuribman. Xayolimda. Endi keyin o'sha 11 metrlik urolmaganman, nimaki muskullar 0. Jismonan 0. Faqat xohish bilan hamma narsa ish bitmaydi-da. Jamoaviy o'yin. Bitta odam vipodati qilsa, xuddi mashinada bitta ballonni bo'shab qoladi-yu, tortmaydi-da. Orqaga tortaveradi, yakirga o'xshab. Menga mana shu narsa. Keyin uyga borib, o'yin ko'rgandan keyin rosa uyalganman, televizorga qarashga uyalardim. Bo'lmasa hech kim yo'q atrofimda. Lekin men uchun juda ham katta maktab bo'ldi bu. Hozir yigitlarga ham o'zi hozirgi kunda oldin edi. Masalan, yarim himoyani ko'rsat, men jamoangni aytaman yoki zaxira o'rindig'ingni ko'rsa, hozir jismonan jamoang tayyor bo'lsa, men jamoangni aytib berishim mumkin. O'shaning uchun ham bu narsa hozir butun dunyoda birinchi o'ringa chiqqan narsa bu jismonan tayyorgarlik. Xohishda u undan ham kuchaytiradi.